Salom qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Yaxshimisizlar qizlarjonlar? Xonadonlar tinchmi? Bugun qizlarjonlar ozroq yeymiz. Bu glina meldan tayyorlangan. Bu menga sovg'a qizlarjonlar. Mana buni quritib oldim. Menda pasta bor edi, o'sha pastani quritib oldim. Koksul, Moskva glina, Golboy o'zbechkadan tayyorlangan pastani men quritib oldim. Mana bunday qilib. Shulardan ozroq yeymiz. Ilohim shifo bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yer hidi bor. Juda ham yoqimli. Ozgina tuzli. Ko'ksol bor, shunaqa yoqimli-da qizlarjonlar. Buni ichiga ko'proq ko'ksol solingani uchun вообще mazali bo'lgan. Ilohim shifo bo'lsin. Bu qurt emas. Ustidagi oq rangisi Astana. Astana glina. Ichida Uralskisi ham bor. Glina mel. Qizlarjonlar, bu qurt emas. Tuzsiz. Juda ham yopishqoq. Tuzsiz bo'lgani uchun tuzli bu bilan yeymiz. Judayam mazali bo'ldi qizlarjonlar. Bugun yetadi. Xonadonlar tinch bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilib yuringlar. Ko'rishguncha.